Salom bolam, men yana video chiqaryapman. Buning nomi birinchimi, ikkinchi videolarimda Case 1ning sal boshqacharoq versiyasi kelibdi ekan. O'shani obzor qilib berish. Obzor qilib o'tishmi, qanaqa kasifada zo'r kelibdimikin. Faqat ovozi yo'q bo'ladi, chunki ukam tayyorgan ekan. O'shanga ovozi yo'qolib qolibdi, udalit bo'lib qolibdi, ya'ni o'shanga hammalarga Ramazon muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda o'tkazib olinglar. Let's go. Bundan like, kommentariy, obuna, qaysi o'yinni o'ynay. Qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Let's go, biz boshladik. Mana mashiman o'zim migrovой monitorim. Bu nima desalar, bu zaryadnik kabel. Orqasida kulya turibdi. Telefonimni muzlat beradigan quloqcham, mishkam, Zik notebook'a. Bu Zik notebook'a. Notebook'lar qanaqa desa, Zik notebook'a. Mana shunaqa notebook. Shu mana yozib qo'ygan manada narsada qanaqa qilish nastroyka. Shu mana eplab olasizlar bag'ni. Biz yaxshiroq o'tirib olib o'yinni boshladik. Qaysi? Birinchi oddiyni tanlaymiz mana. Shuncha zona bor ekan. 5 ta zona bor ekan. 3 10 Начать. Qaysini bo'lasiz deyapti. Albatta pichoq tanlayman. Nima balo bu? Ot. G'alatimi? Mana. Endi kamerani bu tarafda ushlayman. Qiyinda obunachilar. Qiyinda bilaymiz cho'ta. Yashin botaveramiz. Aka. Qilib ketmasa bo'ladi. Xullas, mana chotki notebook. Mana o'qdi ishini. Chotkilar ekan. Faqat borib o'ylayveramiz, chunki men bu mishga qo'lim tegmaydi. Shunga voyga tepaga Yang. Kategoriyaga keldik. Mana zona var. Mana otadigan narsalar yaxshi mana. Tangitib chiqaryapti. Meni bir balo debdi. Otdi. Yetdik. O'rtalarim ketyapti. Buning uchun mana